Hammaga salom do'stlar. Bugun Zir olamda 100 kun ikkinchi qismini olaman. Kreativ edim. Narsalarimni oldim, yo'qotgan. Videoni ko'tarishdan chiqishim. Ovqat oldim keyin o'zimga. Bularning hammasiga o'zim yeyishim mumkin. Buni endi ko'p narsa qilishim kerak men. Nima qilsam ekan, a? Xo'sh, boraman-da daraxt chopaman. Ketdik. Voy. Men baliq tutmoqchi edim, hali. Mana shuni oldim aytchi. O'rmeni yo'qotib qo'ydim shuning uchun. Hamma narsam yo'q ketgan. Mana shunaqa baklar yoqmaydi-da bu o'yindagi. Daraxt chopishimiz sababi men kattakon ferma qurmoqchiman. Uyim oldindan uyimni ko'paytirmoqchiman, salma boshqacha qilmoqchiman. Va obsidian topishim kerak. Men obsidiandan qala solmoqchi edim uyimning tashqarisiga. Bu yoqqa kelo. Assalomu alaykum oyota, choy ichasizmi? Ichmasangiz ichmang. Ukam rozi bo'lmadi ikkinchi qismga. Rozi bo'ladigan edi-ku, ammo to'y bo'lib qoldi. To'y bo'lmaganda rozi bo'ladigan edi. Biroq birinchi qismni o'zi ham ko'rdi, zo'r chiqqan deydi. Daraxt. Daraxt ferma ham qilish kerak. Uydan uzoqqa ketib yurmaymiz. Xo'sh, ana endi daraxtlar уже ko'payib ketdi. Endi qancha daraxt uyga borib ekish kerak. Ketdik. Boshda tovuq go'shtini tugatamiz, keyin mana shu cho'chqa go'shtini. Keyin esa steak tugatamiz. Steak eng zo'rida, chunki u 4 go'sht qo'shadi. Tovuq 3 go'sht. Cho'chqa go'shti 3,5. Shunaqami bilmayman ham. Ana endi menda 26 ta. Voy, bu yerda nima qilaman? Endi men daraxt ekishim kerak, a? Yo'q. Bunaqa yo'l bilan emas, hozir shuncha jelezim bor edi. Ukamda bor edi jelezning hammasi. Men shoxlab ketdim. Fakelam bor edi shuncha hali. Voy billahi, hammasini uxlat. Bir vaqtlar shu yo'q kalla ishlab ketadi. Ammo menda bu kalla bor, ukamda kalla yo'q deb. Voy! Yuragim yorib ketdi-ku. Bula hol ham tushadi. Nasha qilib turaylik-da. Chunki zombilar o'ldirib ketishi mumkin. Men tayyor emasman poka. Haqiqiy Minecraftda ham olib boshlayman. Agar obunachim ko'payib boshlasa, bitta 100 taga chiqay, keyin esa haqiqiy Minecraftni olaman. O'ynayman shu haqiqiy Minecraftda. Bu demo versiyasi desada bo'ladi. Demo emas-da, endi o'ynasa bo'ladi-da. Boshqa versiya. Ana endi hamma narsaga tayyorman. Aytgancha 100 kun yashamoqchi edim. 95 kun qoldi. O'sha kech ham bo'ldimi? Yo'q, kech bo'lmabdi. Demak, hali vaqt ko'p.
Voy bıçaqdagan nimaga tushdim? Qolamanmi qaytib? O'xshaysiz. Boshda ostindagi sindiray. Mayli ozroq ekan. To'g'ri qo'rqmayman ki. Kiming kelib bu? Kiming bor? Bizlar yurgan shaxta ekan. Bizlar yurgan shaxtaga ham kirayotgan. Ertaroq bo'lamiz. Hozir men narsasini olib olay. Shilis. Temir. Ruschaga o'rganib qolganman-da men. Voy. Endirmay ekan. Tushib ketganman, qo'rqib ketdim men. Nima qilib tashladim men o'zi? Oldima bir bo'lib qo'ysam bo'ldi edi-ku. Qo'rdan daraxtlarni quritib tashladim. Shunaqa qo'rqib qolganman-da. Minecraft ko'p vaqtdan beri o'ynamay yuribman-da. Bo'lsa men juda zo'r o'ynaydigan edim. Просто professional edim. Shu creeper chiqsa oldimdan blok qo'yadigan blokka yuray. Uni blok qo'yaveraman. Ana kelayapti. Mana shuni qilasiz. Ana bo'ldi. Bekarga bunday qildim. Voy. Ne yapıyor? Vallahi ekan men borgan men bu shaxtalarda bo'lganman deyapman hali. Shit. Astagfirullah. Shilesqani beraymi? Teknomga. O'g'il qilib bersam. Fakir. Lazurit topdim. Ana endi men hozir qaytaman. Mana qaytdim. Bakashni mazza qilib yuribman. Lavga tushib ketmay, xudo o'zing saqla. Rahmat. Olmaz. Birinchi bor topgandek gapiraman. Nima buyurdi ular? What the hell? Har topga nima? Men bir vaqtlar topgan vaqtim ana bittadan ikkidan topadigan edim. Hozir esa 6 ta bir yerda. To'g'risini aytsam men ko'p olmas topmayman. Hammasini ukam topadi, chunki ukam shaxtalarda yurishni yaxshi ko'radi, biroq menga ruxsat bermayman. Chunki u hamma narsamizni ko'tiga tiqadi. Qanaqa qilib deysizlarmi? Prosta ko'ribdi, creeper chiqdi. Ay. Mana qo'y. Ana qilganim sabab creeperlar o'ldirib ketmasin dedim. Topa qo'ygan vaqtim. Zombi pombi paydo bo'lib. Qo'yganim qarayman. Menlar bor edi. Voy bu yoqqa bir amallab o'tib oldim. Nima bu suvim 70 kilometr uzoqdan kelyapti ekan-ku. Shaxtadagi suvlar meni asab ketdim men yaxshisi. Suvlarim 70 kilometr uzoqdan kelyapti.
Voy keldim ya shu yerga. Oldim. 16 ta chelak. Chelak qilinchi men shuni kreativdan oldim. Endi portal quramiz. Ammo bungacha hali ko'p vaqt bor deb o'ylayman. Obsidian olsin qo'ymadi. Ana endi ketdik, portal quramiz. Urumin ko'paytirib, boshda urumin ko'paytirib, keyin kirkamni saksovulni qilishim kerak edi. Kallani ishlatish kerak edi. Do'stlar, ovozni eshitgan bo'lsanglar, men hozir otamga ko'rklashayotganda televizor ishlamay qolganda, shuning uchun antennani to'g'irlayotganda nima suv yo'q ketdi mana o'zini-o'zi. What the hell? Voy bile. Xullas do'stlar, men yuqoriga chiqaman hozir. Redstone, piston chopib olish kerak. Urumin ko'paytirish kerak. Urumin ko'paytirish kerak-da, короче. Keyin esa anaqa qilib bo'laveradi. Obsidian chopsa urumin ko'paytirib olish kerak-da, zachron qilish kerak. Mana shu kirkani salgina qoldi. Yana bitta izimrod. Короче, zombisini suv xalos berayotgan bo'lsa, kayf et. Ikkinchi izimrod. Ne örümcek spawner bormi bu yerda? Wow. Kelinglar, tutaman sizlarni. Voy loh. Nima qanaqa qilib? O cheater. Sen qoldirib turay shu yerda. Odamlar suv bormi? Shunaqa. No, ur. İkinci izimrod topishim bir videoda. Men bu yoqqa sakrab o'tdimmi? Sakrab o'tganimga ishona olmayman-da, chunki. Yo'q. Voy billa. Qanaqa qilib keldim bu yoqqa? Voy billa, yana tushdim. Yurishdan saqlash kerak o'zimizni. Voh. Короче, ketdim men. Oya. Ya oltinmi? Oltin. Qishloq do'stidan chiqyapmanmi? Voy, suvning ichidan chiqyapman-ku voy. Men qoyoqlarga ketib qolganman a. Uyga qaytdim, короче.
To'xtanglar, bu bormadi bu tuni. O oltda olmos solib qo'yaman qayta. Oltda olmosni solib qo'ydim ham deylik. Endi nima qilaman? Albatta. Yo'lida jonni qaranglar bilan. 3ta kirka. Shunaqa xohlagan narsangizni qilib bermoqchi bo'lsangiz, chiqasiz, qaytadan kirasiz. Qaytadan qaraysiz, solasiz 3ta. Oy, biladi. Do'stlar, nima bo'lsa shu bo'lsin dedim. Yangi kirka yaratdim. Yigirma 28 qol. 30 urin ketmadi. Ana qilib boshi mumkin emas. Qanaqa qilib? Hozir qizdirib olaylik. Keyin bir nimalar qilar. Do'stlar, o'zi 94 kun qoldi. Va men shu bilan videoni tugatmoqchiman. Shuning uchun hammaga xayr.